Sizlar bilan bugun dunyoning top 3 ayol modellari haqida gaplashamiz. Hamma Kendall birinchi o'rinda deb o'ylaydi, ammo model jihatdan unday emas. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu modellarning yillik daromadi qancha, oddiy qizlardan qanaqa farqi bor deydigan savollarga javob olamiz. 3-o'rin Gigi Hadid. Yuzida soft va commercial balans bor. Fashion va reklama bozorida eng moslashuvchi model hisoblanadi. Instagram va podiumda kuchli sinergiyaga ega. Parametrlari 178 cm bo'y, 89, 66, 89 kabi nisbatlarga ega. Kamera oldida tabiiy ishonch, har qanday brendlarga moslashuvchan tana, kuchli brend imijga ega. Versace, Chanel, Prada, Tommy Hilfiger kabi kuchli brendlar bilan ishlagan. Yillik daromadi 20 milliondan 30 million dollargacha. Ikkinchi o'rin Kendall Jenner. High fashion podiumlarning qirolichasi. Juda kam uchraydigan yuz simmetriyasiga ega. Fashion haftaliklaridagi eng talabgor modellardan bittasi. Yuz geometrik jihatdan mukammal, ko'zlari sovuq va tana uzun oyoqlar va ideal proporsiyaga ega. Buning bo'yi 179 cm, 81, 61, 86 kabi nisbatlarga ega. Kamera oldida sovuqqonlik va aristokratlik aurasini bera oladi. Har qanday couture kiyimlarni jonlantirish qobiliyatiga ega. Calvin Klein, Givenchy, Versace, Estee Lauder kabi brendlar bilan ishlagan. Yillik daromadi 45 million dollargacha. Bu eng qimmat modellardan bittasi. Birinchi o'rin. Keyingi videom, agar siz 3 oyga shakar, gazli ichimliklar va turli xil xamir ovqatlardan voz kechsangiz, yuzingiz qanaqa darajada o'zgarish haqida bo'ladi. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Bella Hadid ilmiy jihatdan eng mukammal yuz sohibi. Golden Ratio'ga juda yaqin modellardan bittasi va podiumlarning mutlaq yetakchisi. Yuz simmetriyasi 94 va 95% ideal. Jag' chiziqlari esa juda aniq. Burun, lab, ko'z masofasi esa mukammal. Mana ultra slim fashion uchun juda ideal hisoblanadi. Uning bo'yi 175 cm, 86, 61 va 86 kabi parametrlarga ega. Dior, Versace, Givenchy, Bulgari brendlar bilan ishlagan. Yillik daromadi 25 milliondan 35 million dollargacha.